Farg'ona viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasida ta'limga ilg'or metodikalarni joriy etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi mavzusida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Tadbir avvalida 2024-yilda amalga oshirilgan samarali ishlar va 2025-yil uchun mo'ljallangan istiqbolli rejalar borasida ma'lumotlar berildi. Ta'lim sohasidagi islohotlar, ilg'or metodikalarni joriy etish borasidagi sa'y-harakatlar va erishilgan natijalarga alohida e'tibor qaratildi. Tadbirda ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalist va blogerlar ishtirok etdi. Ularga biz maktabgacha maktab ta'limi tizimida yangi islohotlar, ya'ni bugungi kundagi PISA tadqiqotlariga, xalqaro tadqiqotlarida ishtirok etish yuzasidan bajarilgan ishlar bo'yicha hisobotimizni berdik. Farg'ona viloyati bo'yicha 21 ta maktab tanlab olingan bo'lsa xalqaro tadqiqotga, bundan bittasi Prezident maktabi, ikkitasi nodavlat ta'lim muassasasi, 18 tasi umumta'lim maktablari hisobiga to'g'ri keladi. Bularda xalqaro tadqiqotga tayyorgarlik yuzasidan bir muncha ijobiy ishlar bajarildi. Qolaversa o'quvchilarni mana shu Serepli dasturida ishlash bo'yicha internet tezligida muammolar aniqlandi. Muammolarni bartaraf etdik. O'quvchilarimizni darsdan so'ng mashg'ulotlarda ishtirok etish uchun tushliklar tashkil qildik. Eng katta e'tibor ilg'or metodikalarni joriy etishga qaratilgan bo'lib, pedagoglarning malakasini oshirish, zamonaviy ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va o'quvchilar uchun innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish rejalashtirilgan. Ayni shu maqsadda rivojlangan mamlakatlardan mutaxassislar ham jalb etilmoqda. Assalomu alaykum. Watashi wa Men Farg'ona viloyati hokimining tashabbusi bilan bu yerda ish boshlaganman. Biz 19 ta shahar tumanlardan tanlab olingan maktablarda Farg'ona tajribasi asosida Yaponiya ta'lim sistemasini sinov asosida targ'ib etmoqdamiz. Bunda maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi katta yordam bermoqda. Biz asosan boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlayapmiz. Farg'onalik bolalarning quvnoq va tirishqoqligi menda katta taassurot qoldirdi. Biz yangi sistemani olib kirishimizga qaramasdan bolalar o'z xohishi bilan katta qiziqish bilan mashg'ulotlarda ishtirok etishmoqda va bundan men juda ham xursandman. Tashkillangan press-tur davomida esa Farg'ona shahridagi Barkamol avlod bolalar maktabi faoliyati bilan yaqindan tanishildi. Bu yerda iqtidorli o'quvchilar 7 yo'nalishda 19 turdagi to'garaklar orqali bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashmoqda. Bugungi kunda 525 nafar o'quvchilar qamrab olingan bo'lib, san'at, qo'l mehnati, texnika va innovatsiyalar bo'yicha bilim olishyapti. Press-tur ishtirokchilari aviamodel va floristika yo'nalishlariga qiziquvchi yoshlar bilan suhbatlashib, ularning erishgan yutuqlari bilan tanishishdi. Ushbu yoshlar turli tanlovlarda faxrli o'rinlarni egallab kelmoqda. Bunday tashabbuslarning doimiy qo'llab-quvvatlanishi natijasida kelajakda ham bilimli, izlanuvchan va iqtidorli yoshlar safi kengayib borishi shubhasiz.